Do'stlar, bugun biz shaharlardagi kundalik hayotni osonlashtiradigan, kichik biznes egalari va katta oilalar uchun ishonchli yechim bo'lib kelayotgan avtomobil haqida gaplashamiz. Bu Chevrolet Damas 2026. Bir qarashda ixcham ko'rinadi, ammo ichkariga kirganingizda uning qanchalik keng va qulay ekanini darhol sezasiz. Damas ko'p yillardan beri O'zbekiston yo'llarida o'zini isbotlab kelmoqda va 2026 yilgi versiya bu an'anani zamonaviy yangilanishlar bilan davom ettiradi. Tashqi dizayn soddaligini saqlab qolgan holda yanada zamonaviylashtirilgan. Orqa LED chiroqlar, yangilangan bamperlar va yaxshilangan bo'yoq sifati avtomobilga yangi ko'rinish beradi. Kuzov shakli esa hali ham o'zining amaliy geometriyasini yo'qotmagan. Tor ko'chalarda aylanish oson, to'xtash joylariga sigish muammo emas. Saloniga o'tsak, 2026 modelda sezilarli o'zgarishlarni ko'ramiz. Old panel yumshoq materiallar bilan qoplangan, yangi multimedia tizimi qo'shilgan, USB zaryadlash portlari mavjud. Konditsioner tizimi avvalgidan samaraliroq ishlaydi. Bu esa yozning issiq kunlarida ayniqsa muhim. O'rindiqlar yanada ergonomik shaklga ega bo'lib, uzoq yo'lda ham charchoqni kamaytiradi. Bu avtomobilning asosiy kuchi uning tejamkorligida. Kapot ostida yangilangan oq butun 8 litrli dvigatel joylashgan bo'lib, u taxminan 40 ot kuchi ishlab chiqaradi. Raqamlar katta ko'rinmasligi mumkin, ammo Damasning vazni yengil bo'lgani sababli bu quvvat shahar harakati uchun yetarli. Eng muhimi, yoqilgi sarfi. Shaharda o'rtacha 18-20 km per litrda bosib o'tadi. Bu esa kundalik foydalanishda sezilarli tejash beradi. Chevrolet Damas 2026 ayniqsa kichik biznes egalari orasida mashhur. Nonvoyxonalar, kuryer xizmatlari, bozor savdogarlari va servis kompaniyalari uchun bu avtomobil haqiqiy ish quroli hisoblanadi. Orqa qismi keng bo'lib, yuk joylash oson. Shu bilan birga, yo'lovchi versiyasi katta oilalar uchun qulay, bolalar, qarindoshlar va yuklarni bir vaqtda olib yurish mumkin. Xavfsizlik masalasida ham yangilanishlar bor. 2026 yilgi modelda ikki tomonlama xavfsizlik yostiqchalari, ABS tormoz tizimi va mustahkamlangan shassi qo'llanilgan. Bu esa haydovchi va yo'lovchilar uchun qo'shimcha ishonch beradi. Rul boshqaruvi yengil, ko'rinish burchaklari keng. Bu yangi haydovchilar uchun ham qulaylik yaratadi. Shovqin izolyatsiyasi ham yaxshilangan. Oldingi modellarga nisbatan salon ichida kamroq shovqin eshitiladi, dvigatel tovushi yumshoqroq. Bu esa musiqa tinglash yoki suhbatlashishni ancha yoqimli qiladi. 2026 yilda Damas nafaqat transport vositasi, balki hayot tarzining bir qismiga aylanmoqda. U ertalab bolalarni maktabga olib boradi, kunduzi biznes yuklarini tashiydi, kechqurun esa butun oilani sayrga olib chiqadi. Bitta avtomobil, ko'plab vazifalar. Texnik xizmat ko'rsatish arzonligi ham uning katta ustunligi. Ehtiyot qismlar bozorda oson topiladi. Mexaniklar bu modelni yaxshi bilishadi. Shu sababli uzoq muddatli egalik xarajatlari minimal darajada qoladi. Yo'l tutishiga keladigan bo'lsak, Damas yumshoq osma tizimi tufayli notekis yo'llarda ham barqaror harakatlanadi. Albatta bu sport avtomobil emas, lekin uning maqsadi ham tezlik emas, ishonchlilik va amaliylik. Ko'plab haydovchilar uchun Chevrolet Damas 2026 birinchi avtomobil bo'lib xizmat qilmoqda. Sababi oddiy, narxi nisbatan qulay, boshqaruvi oson, xarajatlari kam. Aynan shu omillar uni O'zbekiston bozorida doimiy talabga ega qilib kelmoqda. Bugungi kunda ko'plab zamonaviy crossoverlar va elektr avtomobillar paydo bo'layotgan bo'lsa-da, Damas o'z o'rnini yo'qotmayapti. Chunki u real ehtiyojlarga javob beradi. Katta shaharlar, tor ko'chalar, faol savdo hayoti. Bularning barchasida Damas o'zini erkin his qiladi. Agar siz ishonchli, tejamkor va ko'p maqsadli avtomobil qidirayotgan bo'lsangiz, Chevrolet Damas 2026 albatta e'tiborga loyiq variant. U hashamat bilan emas, foyda bilan o'lchanadi. Har bir bosib otilgan kilometr, har bir tashilgan yuk va har bir olib borilgan yo'lovchi uning haqiqiy qiymatini ko'rsatadi. Do'stlar, agar sizga shunday avtomobillar haqidagi videolar yoqsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videoni yoqtiring va izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Siz Chevrolet Damas 2026 haqida nima deb o'ylaysiz? Sotib olarmidingiz? Men siz bilan birga avtomobil olamidagi eng so'nggi yangiliklar
Assalomu alaykum aziz avtomobil ishqibozlari. Bugun sizlar bilan birgalikda Honda kompaniyasining eng mashhur va eng ishonchli crossoverlardan biri bo'lgan yangi Honda Triv'ni yaqindan ko'rib chiqamiz. Agar siz zamonaviy dizayn, kuchli texnologiya va oilaviy qulaylikni bir mashinada ko'rishni xohlasangiz, bugungi video aynan siz uchun. Hozir biz old qismdan boshlaymiz. Honda Triv'ning old dizayni juda agressiv va premium ko'rinishda yaratilgan. Katta qora radiator panjarasi markazida Honda logotipi joylashgan bo'lib, u avtomobilga kuchli xarakter beradi. LED faralar juda ingichka va zamonaviy uslubda ishlab chiqilgan, kunduzgi yoritgichlar esa yo'lda darhol ko'zga tashlanadi. Old bamper past qismida sport ko'rinish beruvchi havo kirish teshiklari mavjud, tumanga qarshi chiroqlar esa kechasi haydashni yanada xavfsiz qiladi. Kapoti ustidagi chiziqlar aerodinamikani yaxshilash bilan birga avtomobilga mushakli ko'rinish beradi. Bo'yoq sifati juda yuqori darajada, yorug'lik ostida metall rang chuqur porlaydi va bu Triv'ni haqiqiy premium crossover sifatida ko'rsatadi. Endi yon tomonga o'tamiz. Bu yerdan Triv'ning haqiqiy oilaviy suv ekanini sezish mumkin. Katta eshiklar, baland oynalar va keng salon hissi darhol bilinadi. Yon oynalarda xrom bezaklar ishlatilgan, tomda esa yuk joylash uchun relslar mavjud. Disklar 18 yoki 19 dyumli alyuminiy bo'lib, shinalar yo'lni mahkam ushlab turadi. Kuzov chiziqlari orqaga tomon silliq oqib boradi va avtomobilga harakat hissini beradi. Endi orqa qismga e'tibor qaratamiz. Orqa LED stop chiroqlari vertikal shaklda joylashtirilgan bo'lib, bu Honda Triv'ning o'ziga xos belgisi hisoblanadi. Bagaj eshigi elektrli bo'lib, tugma orqali oson ochiladi. Yukxona juda keng, oilaviy sayohatlar, bozor xaridlari yoki uzoq safarlar uchun yetarlicha joy bor. Orqa bamperda himoya qoplamalari mavjud, bu esa yuk ortishda kuzovni shikastlanishdan saqlaydi. Endi salon ichiga kiramiz. Eshik ochilishi bilan sizni zamonaviy va toza dizayn kutib oladi. O'rindiqlar yumshoq charm bilan qoplangan, yon tomonlari tanani yaxshi ushlab turadi. Haydovchi o'rindig'i elektr sozlanadi, balandligi va orqa tayanchi aniq moslanadi. Rul charm bilan o'ralgan va ko'p funksiyali tugmalar bilan jihozlangan. Old panelda katta raqamli displey joylashgan bo'lib, unda tezlik, yoqilg'i sarfi va barcha muhim ma'lumotlar ko'rsatiladi. Markaziy sensor ekran orqali navigatsiya, kamera, musiqa va telefon boshqariladi. Apple CarPlay va Android Auto mavjud, ya'ni smartfoningizni bir zoomda ulashingiz mumkin. Konditsioner 2 zonali bo'lib, haydovchi va yo'lovchi alohida harorat tanlay oladi. Orqa o'rindiqlarda ham shamollatish teshiklari bor. Bu yozgi issiqda juda katta qulaylik yaratadi. Markaziy konsolda simsiz quvvatlash joyi, ichimlik qo'yish uchun joylar va katta qo'ltiqtayoq mavjud. Orqa o'rindiqlarga o'tamiz. Bu yerda oyoqlar uchun joy juda keng. 3 nafar katta odam bemalol o'tirishi mumkin. O'rindiqlar buklanadi va shu orqali yuk joyini yanada kattalashtirish mumkin. Panoramik tom oynasi salonni yorug' va keng ko'rsatadi. Endi dvigatel haqida gaplashamiz. Honda Triv bir nechta variantlarda taklif qilinadi. Benzinli, gibrid va ba'zi bozorlarda to'liq uzatmali versiyalar mavjud. Gibrid modeli ayniqsa yoqilg'i tejamkor bo'lib, shahar ichida juda kam sarf qiladi. Dvigatel jim ishlaydi, tezlanish silliq va uzatmalar deyarli sezilmay almashadi. Xavfsizlik tomoniga kelsak, Honda bu yerda ham juda kuchli. Adaptive Cruise Control, avtomatik tormoz tizimi. Yo'lda Honda Triv juda barqaror yuradi. Rul yumshoq, osma tizimi notekis yo'llarni yaxshi yutadi. Shahar ichida ham, trassada ham o'zini ishonchli tutadi. Shovqin izolyatsiyasi yuqori darajada, tashqi tovushlar salon ichiga kam kiradi. Agar siz oilangiz uchun qulay, zamonaviy, ishonchli va tejamkor avtomobil qidirayotgan bo'lsangiz, Honda Triv juda to'g'ri tanlov bo'la oladi. Bu mashina nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki qulayligi, texnologiyasi va haydash hissi bilan ham yuragingizni zabt etadi. Aziz do'stlar, bugungi ko'rib chiqishimiz shu yerda yakunlanadi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroq belgisini yoqing, chunki oldinda yana ko'plab yangi avtomobillar, real sharhlar va qiziqarli testlar sizni kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha